Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini bitta matematika fani bo'yicha bitta mantiqiy masalasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Savolni o'qib eshitiraman. Suv bilan to'ldirilgan stakanning vazni 400 grammga teng. Bo'sh stakanning vazni esa 100 gramm. Yarmigacha suv bilan to'ldirilgan stakanning og'irligini aniqlang degan savol bizga berilyapti. Birinchi o'rinda biz nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda stakansiz stakanni hisobga olmaganda bir stakan suvning og'irligini topib olishimiz kerak. Buning uchun bir stakan to'la suvning og'irligidan stakanning o'zini og'irligini ayirib yuborishimiz kerak bo'ladi. 400 grammdan stakanning og'irligini ayirib yuborsak, bizda 300 gramm. Ya'ni bir stakan to'la suvning, faqatgina suvning og'irligi kelib chiqdi. Bizdan so'ralayotgan narsa esa yarim stakan suvning og'irligi qancha degan savol bizdan so'ralyapti. Xo'p, yarim stakan suv. To'la stakandagi suvning og'irligi 300 gramm bo'lgandan keyin yarim stakan suvniki esa uning teng yarimi bo'ladi va bu 150 grammga teng. Bu yerda bizda so'ralayotgan narsa yarim stakan suvning og'irligi so'ralyapti. Shuning uchun biz stakanning og'irligini ham natijaga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Stakanning og'irligi 100 gramm va yarim stakan suvning og'irligi esa 150 gramm. Ikkala qiymatni qo'shib olsak 250 gramm degan natijani olamiz va bu natija bizda yarim stakan suv va stakanning o'zini og'irligi hisoblanadi. Ushbu masala tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xato va kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'rab qolaman va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb sizlar bilan xayrlashib qolaman.